Guys, makiyajimni o'chirayotganimda sizlar bilan oxirgi bir oyda ko'rgan serialimda 1 dan 10 gacha baholaymiz. Birinchisi koreyskiy seriallardan No Tale to Tell degan serial ko'rdim. Qisqacha spoilersiz syujetlarini aytib ketaman. Qiz 9 dumli tulki bo'ladi. Uni o'ziga xos sehrli qobiliyatlari bo'ladi. U insonlarga xos hamma experiencelardan xoli bo'ladi, ya'ni hech qachon qaramaydi va inson bo'lishdan nafratlanadi. Bosh qahramonimiz bola esa soccer player bo'ladi. Bola bilan qiz tanishib qoladi har doimgidek va qiz bolani hayotini o'zgartirib yuboradi. Natijada o'zining ham hayoti o'zgarib ketadi. Butun syujet o'shaning atrofida bo'ladi. Undan 6 qo'yardim. Syujet qiziqarli tuyuladi eshitganinglarda, lekin ko'rganinglarda unchalik ham qiziqib yetkazib bera olmagan menimcha. Bosh qahramon bola bilan qiz o'rtasida chemistry yo'q, like for me. Men chemistry ko'rmadim. Xuddi opa-ukadek ko'rindi menga. O'sha uchun ham men qanaqadir maza qilib ko'ra olmadim. 6 seriyadan davomini ko'ra olmadim. O'sha uchun undan 6 qo'yamiz. Keyingi serial yana koreyskiy seriallardan Can This Love Be Translated. Bunda bosh qahramon bola tarjimon bo'ladi. Qiz esa mashhur aktrisa bo'ladi. Har xil davlatlarga syomkalarga boradi. Bola esa qizi tarjimoni bo'ladi. Xullas umumiy syujet o'shaning atrofida o'tadi. Menga syujet ham bosh qahramonlarning rolda qanchalik o'yna olganligi rosa ham yoqdi. To'g'risi ular o'rtasida chemistry bor. Uchun undan 8 qo'ygan bo'lardim. Keyingisi C-drama, ya'ni Xitoy dramasi bo'ladimi?